Eshitishim bo'yicha baliqning eng mazali joyi bu kallasi emish. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Bugun juda ham noodatiy va boshqacha bo'lgan baliqni tayyorlash uslubi bilan bo'lishaman. Bunaqa yomg'irli havoda juda ham baliq ketadi-da. Qozonga yog'imizni solib toqiziguncha sazan baliqlarimizni yaxshilab kesib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl beramiz. Pishirishdan 10 daqiqa oldin tuzlab, yaxshilab aralashtiramiz. Qizib turgan olovimizga baliqlarimiz dona-dona pishishi uchun sekin-astalik bilan solamiz. Baliqlarimiz qovurilguncha o'zini maxsus sousini tayyorlaymiz. Chesnok, ukrop, kashnishlarni to'g'rab, bir donagina pomidorni ham to'rtburchak shaklda mayda qilib to'g'raymiz. Ustidan tuz, shakarni tabga ko'ra solib, tomatni sok, ya'ni tomat suvini solamiz. Qarabsizki, sousimiz tayyor. Bu orada qip-qizil bo'lib baliqlarimiz pishdi. Buni issiqligida tomatni sousimizga botiramiz. Yog'i o'ziga shunday issiqligida souslarni shimib oladi. Ustidan limonni siqib chiqaramiz. Shunaqa ham mazali bo'ladi. Albatta shu uslubda tayyorlab pishirib ko'ring, sochni bo'ladi. Bunaqangi taom ketidan bifreshning shunaqangi ta'mini ichsa, ketadi-yu. Albatta sizlarga tavsiya qilaman. Like bosishni unutmang.